Mana shu jamoatlarimizni chiqarayotgan videolariga hech bo'lmasa like bosib, bu uyimizni qurilishiga общий 800 hech qancha bo'lmadi, yana 1 oy bo'ldimi, 2 oy bo'ldimi. Birinchi uy bitirganda kelgan edik. Mana alhamdulillah, mana ikkinchi uyni ham bitirishdi. Dag'birjo'da salomatsizlarmi? Men Ibragimov Qodirbek, shu boy aka-ukalar sizlarga murojaat qilyapmiz. Oilamizni tashab qo'ymaylik. Kimiki nima kasbi bo'lsa, hozir hamma kasb shu yerga o'z ehsonini chiqaradigan joyiga kelib qoldi. Birodarlar, mana alhamdulillah yaqindagina boshlagan qurilishimiz ham alhamdulillah devorlar urilishni boshladi. Noqotdan akalarimiz kelib, shifr olib berib, mana o'zlari tushirib berishyapti. Birodarimiz yog'och bozorga o'tgan safar ham aytib o'tgandik, 55 ming pul o'tkazib qo'ygan ekan, shu 55 minglik yog'ochni olib kelib. Mana bu o'rta pechkalar ham o'zingizlar xabardor bo'lib turdinglar. Bir usta akamiz o'zini yonidan rasvod qilib, hamma yo'g'ini qilib o'zi qurib berdi. Alloh rozi bo'lsin. Bu yog'imizda mana dushovoy qurilyapti. Yoniga nari orqa tarafidan kelib kiriladi. Hojatxonasi bor. Mana bu dushovoyning kolodisi mana. Mana bu taraf. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message. Brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salavatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salavatullah alayka. तेरी मोहब्बत की महक से ये ज़मीन व आसमां आबाद है. रहमत की बरसात आती है दिलो जां या रसूल अल्लाह. अय्युहल मुख्तार फीना ज़ादना الحب حنينا. جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizlarni chaqiruvimizga yo'q demay kelgan aka-ukalar, hammalarga jamoamiz nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Ana alhamdulillah shu Aravon shaharimizni ichida bir parsiz uchastkasida qurilayotgan uyimiz o'z nihoyasiga yetib, buni topshirish marosimida o'tiribmiz. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Shunga ozgina bir отчетini aytib qo'yay degandik. Shu ehson qilgan aka-ukalarimiz haqlariga duo qilib qo'yasizlar inshaalloh. Bu uyimizni qurilishiga общий 843.730 so'm pul, naqd pul ishlatilibdi. 6 tonna sement 6 kishi 1 tonnadan beribdi. Apalovkani bir akamiz, Apalovka beradigan akamiz to bitishigacha xizmatinglar qilsin deb tashab ketdi. Uni ishlatdik.
Yog'ochga bir akamiz 50 ming so'm berib qo'ygan ekan, shu berib qo'ygan joyidan yog'och olib kelib ishlatdik. Shifrda noqatli akalar olib kelib berib ketishdi. Rodman, shpakilovka, patologlarda yana shu yerda bir ustachilik qiladigan ukamiz o'zi shunday fisabilillah o'zi olib kelib, natijalarni o'zi ilib berdi. Rodman, shpakilovkalarni olib kelib berdi, ustalarimiz qilib berdi. Xo'p, eshik rom, verandani eshik romlarda bir akamiz alohida berib yubordi, u odamda ham kimligini bilmaymiz. Verandani ham xuddi shunday zakaz qilib qo'ygan, ustalar olib kelib o'rnatib keldi. Bu odamda ham to'g'risi kimligini bilmadik. Xo'p. Xari bir akamiz berib yubordi, bitta butun xari, katta xarini 15 ga 15lik. Aristonda shu savdogar akalarimizdan bittasi berib yuboribdi dushga. Dushni polistroyini ham bir akamiz polnimi olib jo'natib yuryapman deb jo'natib yuboribdi. Navesda shifrlarini olib kelib, bir aka-ukalarimiz bor ekan, ular shu ustachiligini ham o'zlari qilib, shuni yasab berib ketishdi Navesda ham. Xo'p, kamchilik shifrlar, bunga yetmay qolgan shifrlarni ham yana bir akamiz olib kelib berdi qolganini. Agrajeniya va darvozalar ko'rgan bo'lsanglar, uni ham bir akamiz men alohida pul ajrataman deb shuni berib yuboribdi. Shag'al to'kib bergan akalarimiz bor. Bir to'g'risi bunday aytganda bank tomonlama kelib qolgan prosent pul bor ekan, qaror joyiga ishlatishni bilmasdan shu yerda hojatxonasi ishlatib yuborasizlar deb, uni ham to'g'risi olib kelib berib ketdi. Shunaqa joyga ishlatilar ekan deb turib shunga ishlatdik. Keyin abidlar olib kelib bergan aka-ukalarimiz bo'ldi. Shular haqqiga ham duo qilib qo'yasizlar. Ustalarda to boshlanishidan bitgungacha bir Navoiyxona har kuni 15 ta 20 tadan non olib kelib berib turdi. Shu Navoiy akalarimizni haqlariga ham duo qilib qo'yasizlar. Shu bilan uy bitta alhamdulillah. Pechkani aytildi. Pechkamiz bor ekan, yana to'g'ri aytyapti. O'qimay qoldim. Pechkani ham bir usta akalarimiz juda talash ko'p bo'ldi bu pechkada. Men qilib beraman, men anaqa temir tersagini olib beraman, men ustachiligini qilib beraman deb, oxiri hamma yo'g'ini o'zim olib kelib, o'zim qilib beraman degan aka olib ketib qoldi. Uni ham savobini akamizning haqqiga duo qilib qo'yasizlar usta akalarga ham. Juda savob va talash bo'ldi bu ishda ham, alhamdulillah. Rahmat. Allah razı olsun. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum, hurmatli, qadr qimmatli bizning mo'min musulmon og'ayni to'g'anlar, qadrli qo'noqlar. Mana bugun biz bir yaxshi Xudoy uchun Xudoyimdagi suyuna turgan, Xudoyimdagi rozi bo'la turgan, yana 53 tagi ko'zlar qo'na turgan bir yaxshi samoning ishning oldida turamiz. O'shunday ishlarimiz bor ekan, Aravan eli obod bo'laveradi, Xudo xolasa. O'shunday elning muhtojlarga qayrinduligi bor ekan, Xudo xolasa bizga Alloh taolam hech qanday balalar jibermaydi. O'shunday qayrimli ishlar bo'lib tursa deydi Xudoyim. O'sha yerga men omad berem, o'sha yerdan har qanday balalarni qaytaram deydi. Qur'oni Karimda aytadi, auzubillah, karimatli Qur'onda Xudoyim aytadi: "Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sadaqallohul azim. Ey pendeler, sizler hech qachon mendan yaxshilikqa yetmaysizlar, qachon o'zingizga yaxshi ko'rgan narsani muhtojga bermayincha deydi. Agar muhtojga bersanglar, o'shanda mendan sizlarga o'zimning mehrim, rahmatim to'gaman deydi. Payg'ambarimizning qutlu harishinda man farraja an mu'minin kurbatan, kim qaysi bir penda bir sinoga qavilgan muhtoj odamdan g'amini yengillatsa, Alloh uning dunyo va oxirat g'amini yengillatadi deydi. Manaki bizden uyimiz bütkunçe qanchalagan ustalardan mana, qanchalagan adamlardan chetda ishlagan, Yevropa, Rossiya, Aravan va boshqa yerda ishlagan to'g'anlarimizdan, ag'ayin to'g'anlarimizdan yordam bilan bitdi. Allohim sizlardan yordamingizni qabul qilsin. Amin. Mana sizlarning yordamingizlar bor ekan, biz shunday bir ishlarni qilib, o'sha ishga mana dalolatchilik qilgan bizning Muhiddin ukamizdin boshchiligida o'sha ishni bitirib o'tirib, o'ta ko'zlari qonib o'tadi. Bular hadiya fondi o'zi bir Allohning yaxshi ko'rgan odamlardan bir gruppasi bo'lib qoldi hozir. Birinchi o'sha Nadir Hoji Yazgilinda tuzilib birga ishlagandan keyin
Мырзахитжан иштеди. Андан кийин мына азыр өнүгүп азыр жакшы кетип аткан Мухаммедин Үкабевдин колунда жетекчилигинин астында өтө жакшы иштер болуп атат. Аллахым сизге дагы күч кубат берсин. Дагы сабыр кайрат берсин. Вакыт өткөн сайын немеси көбөйүп атат, ихсандары дагы. Анан ошол жардам бул жерде акча бергендерден тышкары жардамчылардын жардамын өзүнчө белгилеп кетиш керек экен. Туугандар, Хасанул Басри деген бир оолу өткөн. Анан айтат экен, барып паланчага жардам бергиле деп. Жарына шагирттерин жибергенде бирөөнө барат дагы жүрс айтты жардам берет экенбиз десе, айтат мен мечитте этикаф отурат элем дейт да. Бара албайм, өзүрүн айтат. Анан Хасан Басриге айтат да, устазым, анын этикафта экен мечитте. Этикаф билесиздер, дүйнө таркы дүйнө кылып ошого кирип алат. Ошондо айт дейт барып. Муну бирөөгө муктажга жардам беришиңдин өзү керек болсо бир ажылыктын сообу бар анда дейт. Дегенден кийин айтканда барып этикафын бузуп барып жардам берген экен. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aka-ukalar, mana inshaalloh biz Muhiddin ukamizni chaqiruviga binoan keldik Aravonga. Hech qancha bo'lmasdan yana shunday bir tashrif buyurib o'tiribmiz. Ya'ni hech qancha bo'lmadi, yana 1 oy bo'ldimi, 2 oy bo'ldimi? Birinchi uy bitirganda kelgan edik. Mana alhamdulillah, mana ikkinchi uyni ham bitirishdi. Domlamiz juda yaxshi so'zlarni gapirishdi, Alloh rozi bo'lsin. Alloh taolo Qur'oni Karimda Astag'izu billah va ta'amanu alal birri va taqva. Ya'ni taqvoda bir-birlarga yordam beringlar deydi Alloh taolo. Shu oyatga muvofiq biz o'zaro bir-birimizga yordam berish maqsadida hamma fondlar, hamma rayondagi fondlar o'zaro hamkorlikda ish olib boramiz. Mana Sanjarbek Jallovatdan noqatli birodarlarimiz bor. Bundan tashqari O'zgendan bor. Hamma rayondagi fond vakillari bilan hamkorlikda ishlarni olib boramiz. Mana en oldida ketayotgan Muhiddin ukamiz bo'lyapti. Mana Alloh ajrini bersin. Hamma yordam berganlardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Inshaalloh bundan keyin ham bu ukamizga omad tilab qolamiz. Har qancha yordam berishlikka biz hamisha tayyormiz inshaalloh. Salomat bo'linglar. Bismillah. Alloh taologa maqtovlar bo'lsin. Mana biz ham Jallot oblasidan keldik, Hadiya fondidan. Zoybek aytganday, qancha paytdan beri fondlar shu bir-birimizga yordam berib kelamizda. Alloh rozi bo'lsin. Albatta bu fondlarda ustida turgan sizda yetakchilar, ya'ni imom domlalar turibdi-da buni ustida. Alloh rozi bo'lsin. Mana biz ko'rib turgan imom domlalarga alohida biz rahmatlar aytamiz. Albatta sizlarda duolar bilan, sizlarda targibiylar bilan shu el shuni ehsonni qilyapti-da. Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor mana shu Aravon eliga, har bir xonadoniga Allohning rahmati va barakati bo'lsin. Hech qaysi xonadonda hech qaysi bola yetim qolmasin. Har bir xonadonda Alloh taolo yaxshi kunlarini bersin. Bugun shunday xursand bo'lyapmiz. Mana Aravondagi yaxshi insonlar sababidan, Aravondagi sahiy insonlar tarafidan mana shunda bugun mana bitta muhtoj uy, ya'ni yetimlik holatidagi xonadon xursand bo'lib turibdi-da. Alloh taolo o'zi ajillasin, shu Aravon eliga doim yaxshi kunlarni ko'p bergan bo'lsin. Sizlarga ham rahmat domla, shunchalik xutbalarda turib olib, haqda gapirib, elga shunday qayrimdilik qil degan so'zlarni aytganinglar uchun men alhamdulillah shu kungacha elimiz shu narsaga birinchi qadamlardan bo'lib turibdi-da. Aravonda biz bilamizki juda ko'p sahiy insonlar bor. Hattoki mana bizni yetimxonalarimizga o'zi bilmagan, o'zini ko'rsatmagan holatda mana shuni ehson qilayotgan ellar borda. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu xonadonga Alloh taolo o'zi xayr va barakalarni bersin. Rahmat sizlarga, shunchalar harakat qilsizlar. Hammaga kelganinglar uchun ham rahmat, hurmat uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli bugungi o'shal ish-charaning qatnashchilari. Dag'i bir jol salomatsizlarmi? Men Ibragimov Qodirbek, shu Aravon rayoni bo'yicha probatsiya xizmatining xizmatkari. Mana bizim Muhiddin ukamiz shu bizni chaqirib, bugungi ish-charaga qatnashib, bir yaxshi bir o'y fikringizni aytib berib ketingiz deb chaqirdilar. Rahmat Muhiddin. Anan ham kelib bu yerda bir g'ana Aravonlik emas, O'sh oblasti, Jallovat oblasidan kelgan qo'noqlar bilan tanishib,
бүгүнкү иш-чарага калтырып отурабыз. Анан эми бүгүнкү иш-чаранын эң негизги эмеси бир өтө чоң биздин ушу Мухиддин укабыз тараптан Араван районунда чоң согуш болуптур да. Биз мына азыр кирип чыктык. Бүгүнкү күндө ушу бир кыйналган адамдарга баардык шарты менен да, бүгүнкү күндө баардык шарты менен үй курулуп бериптир. Ушу кылган ыхсаныңарды, кылган ишиңерди, ушуга салым кошкон баардыгы жана жогоруда айтып өтүп кетти. Ушу ким канча салым кошкон болсо Кудайым баардыгына ошолорго Кудайым эң биринчи очондо ден соолук берсин, иштеринде ийгиликтер болсун. Мындан кийин да мындан да көп ушундай сооп иштерди кылып элге жардам кылып жүрө берсин. Жана жогоруда администрациядан, айыл өкмөттөн келген балдар келишти. Аларга да биз айттык, Кудай кааласа биз дагы мына пробация кызматы дагы мындан ары да ушу Хадия фонду менен биргеликте иштешип, ушундай кыйналган, кысталган адамдарга ушу толук жардам бергенге аракет кылабыз. Ушу бүгүнкү иш-чара кут болсун. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli musulmonlar, hurmatli bugun to'planishimizga kelgan aka-ukalar, Hadiya jamoatining a'zolari. Shunchalik uzoq joylardan, shunchalik bizni Aravon xalqini hurmat qilib, siylab kelibsizlar. Alloh taolo sizlarni har bitta qadamingizga ajr hazonatlarini bersin. Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik qish kunida ishlarni tashab, sovuqni qaramasdan kelibsizlar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Bugun mana to'planishligimizdan maqsad bir ukamizga uy solindi. Juda ham bir chiroyli suratda bir akamiz sababchi bo'lib, eldi kuchi bilan, Alloh taoloning yordami bilan shu uy bitdi. Bugun shuni to'planishida to'planib turibmiz. Shunga endi akalarimizni jinni biz Aravon xalqiga, butun musulmonlarga gapiradigan gaplari bor ekan, inshaalloh eshitib qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Alloh taolo shu yerda jamlagani kabi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni suhbatida jamlab qo'ysin. Mana 2 oy bo'ldi. 2 oy oldin ham bir uyda ochilishiga kelgan edik. Mana bugun ham kelib turibmiz. Bu nimadan davom? Aravon xalqini ahilligidan, mana din vakillari, hokimiyatdan va yana fonddagi aka-ukalarimiz yelkama-yelka turib, bir-biriga ishonib, mana shunchalik xayrli ishlarni qilishyapti. Alloh taolo bu ishlarni davomli qilsin. Har bir g'ish qo'yishga sababchi bo'lgan aka-ukalarimizdan Alloh rozi bo'lsin va Alloh taolo o'zi jannatidan qasrlarni siylasin. Boshqa aka-ukalarimizni ham, boshqa fonddagi aka-ukalarimizni ham shu Aravon xariyasidan ibrat olib, yaxshi ishlarni qilishiga Alloh taolo o'zi nasib o'zi aylasin. Alloh taologa maqtovlar bo'lsin. Hurmatli mana shu biz ko'rayotgan yaxshi insonlar. Alloh har biringlarga, xonadoninglarga Allohning rahmati va barakati bo'lsin. Mana shu yerda turgan har bir aka-ukalarimiz, birodarlarimiz hammasi mana shu el uchun xizmat qilayotgan insonlardir. Hurmatli jamoatlar, albatta yaxshi insonlar bor ekan, mana shunday yaxshi narsalar bo'lyapti-da. Jamiyatimizda sizda yaxshi insonlar bor ekan, mana shunday yetim yesirlar, miskinlar, mazlumlar xursand bo'lyapti. Hurmatli jamoatlar, bugun Alloh taolo shunday mumkinchilik bergan davrda kelinglar mana shunday videolarimizga, murojaatlarimizga befarq bo'lmaylik. Albatta har bir narsaga ajr bor. Hech bo'lmasa bugungi kunda mana shu jamoatlarimizni chiqarayotgan videolariga hech bo'lmasa like bosib, yo boshqalarga tarqatib qo'yishlik bugun Alloh sizga imkoniyat bergan. Kelinglar hurmatli jamoatlar, mana shunday yaxshilik karvonida hammamiz birlashaylik. Bilamizki, har bir joyda o'ziga yarasha mard insonlarimiz bor. Sahiy aka-uka, opa-singillarimiz bor. Alloh sizlarni ihsoninglarni o'zi qabul qilsin. Bugun mana Aravonda eli tarafdan shunday yaxshi bir xonadonda turibmiz. Ya'ni bu yerda bitta muhtojni uyli bo'lib qolishlikka mana shunday jamoatlarimiz bugun shu yerga guvoh bo'lib turibmiz. Alloh rozi bo'lsin mana shunday xizmat qilgan aka-ukalarimizdan. Albatta sizlarni elni duolariga muhtojmiz. Hamisha haqlarimizga duoda bo'lib turasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli mekendeshlar, hammasilar. Hurmatli mekendeshlar, mana hozir Aravon elida turamiz, Aravon yerida turamiz. Aravon o'zgacha bir qo'z bugungi kunda mana shu hajada ishlab yurgan vaqtda bizning bir tug'anlar musulmonga bir tug'an deydi. Shu og'alarimiz Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Boshlagan ishinglar to'liqli bo'lsin. Bu birinchisi emas, jana oxirgisi emas ekan.
буга чейин да бир канча үйлөрдү өз элине тапшырыптыр. Бул нерсени мисал үчүн айтат го, мен азыр имамдан да сурап бул нерсени сурадым. Силердин да кабарыңар болсо керек. Оң колум менен кылган нерсени сол колум билбесин деп. Бул жерде максат силерге жайылтып башка эмес. Болуп аткан нерсени көзүң менен көрүп, ошол нерсени үлгү алып, ар бир жашап аткан, ушу жериндеги жашап аткан мискин, кыйналган бечараларга жардам берүү биз силер менен биздин милдетибиз экен да. Ошол нерсени бүгүн мен өзүм деле экинчи жолу күбөсү болуп турам. Анан бүгүнкү күндө мына ушу үйүнө кирип көрдүк. Шарттар аябай кооз, аябай жакшы. Үйүнө чейин кылып, мындайча айтканда муктаж адамга үй тапшырып отурушат да. Бул жерде бир гана мен кылдым дебей, баардыгы биз кылдык деген нерсе болуп атат да. Бул бир гана Араванда болуп аткан нерсе. Эгерде биз Кыргызстан боюнча нерсени тейлеп, жолго салып, Кыргызстан боюнча ушундай бир Кудайдын жолунда ихсан кыла турган адамдар болуп, ушу бечара жардам бере турган болсо, мен ойлойт элем, кыска убакыттын ичинде үйсүз калган, жетим жесир, бир мындайча көчөдө калган биздин жарандар калбайт деп айтат. Ошондо урматтуу мекендештер, Хадия фондуна, Араван элине, Араван жерине жана ошондой эле башка жана Жалал Абадтан келип отурат, Ош шаарынан келип отурат. Ошол агаларыбыз Алла силерден разы болсун. Иштериңерге ийгилик. Кудай кааласа силер элге бирди кылып атасыңар, Кудай силерге миңди кылсын. Кудай кааласа силердин кызматыңыздарда биз. Рахмат. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar. Mana boya Muhiddin ukamiz отчет berib ketdi. Ya'ni bu xonadonga butishligiga qancha mablag' ketganligi, kimlar hissasini qo'shganligi haqida elda oldida отчет qildi. Va yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bir kishi bir voqea aytib o'tmoqchimanki, mana shu ibrat bo'lsa deb o'ylayman. Bir voqea bo'lgan ekanki, bir odam o'zini hisobidan Allohning uyini qurmoqchi bo'lgan. Hech kimni aralashtirmasdan, masjid qurmoqchi bo'lgan. Hech kimni hissasini qo'shmasdan faqat shu savobni, shu ajrga faqat o'zim ega bo'lay degan maqsadda shu masjidni o'zi qurgan. Va masjid bitgandan keyin tushiga bir ayol kiraverarmishda. Yonida bir qasrda bir ayol turarmish. O'zini qasri bor, undan tashqari bir ayolning ham qasri bor. O'ylanib hammani surishtirganki, kim hissasini qo'shib qo'ydi bu masjid qurilishiga. Hech kim hissasini qo'shgan yo'q. Keyin bir odam aytib qo'yibdiki, bu masjid bitayotgan paytda bir ayol bir ovqat taom berib ketgan ustalarga. Shuni hissasini ozgina bo'lsa ham hissasini qo'shganligi uchun Alloh taoloning rahmati, marhamati kengligidan qarangki, ozgina taom berishligi bilan ham katta bir qasrni Alloh taolo hadya qilib, ajr qilib berganligi. Demoqchi bo'lgan narsam, bu uy bitishligiga 1 so'mmi, 10 so'mmi yoki bo'lmasa bitta g'ishmi yoki qo'ni-qo'shnilar bilan taomlar bilanmi ustalarni siylagan bo'lsa, Alloh uchun bergan bo'lsa, Alloh taolo rahmati, marhamati keng. Kimga xohlasa, qancha fazli bilan, marhamati bilan katta qasrlarni har bitta hissa qo'shganlarga berishligini tilakdoshimiz. Undan tashqari bu aytib o'tdik. Pul berganlar, hissasini qo'shganlar o'zini yo'liga hammasi pulni berib, Alloh taoloning huzuridan ajrni olib ketdi. Bu yerda xizmat qilgan akalarimiz bor. Kunu tun demasdan, issiq sovuq demasdan xizmat qilgan akalarimizni biz hozir o'sh hadiyasi nomidan ozgina bo'lsa ham sovg'amizni olganmiz. Inshaalloh shuni sizlarga taqdim qilamiz hozir. Aylantirib. Mana shuni hozir hadiya ofisiga ilib qo'yasizlar. Oyatul kursi inshaalloh Alloh taoloning kalomi, har bitta kalomning har bitta harfida inshaalloh barakat bor. Bundan keyin ham har bitta ishingizga Alloh taolo barakatlar ato etsin. Shu maqsadda shu narsani olib keldik. Avvalambor dilinglarda bo'lsin. Ikkinchi bor amalda qo'llanglar. Inshaalloh mana shuni ozgina bo'lsa ham sizlarga hadiya. Ya'ni avvalda birinchi Qur'on nozil bo'lgan paytlarda Qur'on sahifalari terilarga yozilgan, po'stloqlarga yozilgan, toshlarga yozilgan deyiladi-yu. Xuddi shunaqa holatda qilgan ekan, qarang mana teriga yozilgan, dekorativ, haqiqiy terilar. O'zbek kellar bular. Jamoa ham bir suratga tushib bergan. Jamoa alohida suratga tushib Alohida shu Xizmat beruvchilardan bo'laylik tug'anlar. Xudo xolasa bizning mana universitetdagi baribizning shu yerdagilarning umidlarimiz çok. Bundan daha yaxshi ishlarni, bundan daha yaxshi bir proyektlarni bunday merchandab yatamiz. Allohim baribizga shu o'ylagan maqsadlarimizni o'rindalishini Xudodan so'raymiz. Daha bir jolu mana shu uy egalarini qutlu bo'lsin. Allohim shu yerda yaxshi bir el uchun, din uchun bir
азамат уул кыздар тарбияланып, алар деле эл үчүн кайрымдуулук ушундай иштер алып бара турган эр азамат жигиттер тарбиялашын Кудайдан сурайбыз. Амин. Аллахым разы болсун барыңыздардан. Рахмат.